Hadi olayım ko'rsatayım. Bu yerda anaqa momaqalda bayroqlar ham qo'shadi uyga. Hech qanaqa bayroq haqida gap ketayotgani yo'q. Germaniyada bir kunimning qanaqa o'tishini ko'rsatmoqchiman. Ertalab shu o'rtacha soat 7 da uyg'onaman. Ertalab turganimdan so'ng sразу jalyuzini ko'tarib oyna derazalarni ochib qo'yaman. Chunki kechqurun bilan oyna deraza yopiq bo'ladi, havo shamollatish uchun. Ko'rib turganingizda havo ochiq, adashmasam 3-4 gradus tashkil qiladi. Har kuni ertalab iliq suv ichishga odatlanganman. Ertalab bir stakan suv ichaman. Keyin yuz-qo'llarni yuvib, nonushtaga tayyorgarlik ko'ramiz. Sartaroshga ham borishim kerak, menimcha keyingi hafta borsam kerak. O'zi ertalabdan nonushtaga kofe ichmayman. Video uchun, sizlar uchun va apparat borligini ham ko'rsatib qo'ydim-da. Ko'rib turgan kofelar juda achchiq, shuning uchun men bu kofega har doim sut qo'shib ichaman. Shakar yeyish kamaytirganman. Shakar bilasizlar zararli. Bu kofeni ham shakarsiz ichdim, ta'mi sal g'alatiroq. Germaniyada o'zimizga o'xshagan yopgan nonlar qimmat. Bunaqa toster nonlar bor. Toster nonni tosterda qizdirib, shunaqa yeyishga o'rgandik desa ham bo'ladi. Choy ichib bo'ldik. Choy ichib bo'lgandan keyin men har doim shunaqa stakanda suv olaman. Bu Germaniyadagi kranda keladigan suv. Ichimlik suv hisoblanadi. Dars boshlanguncha bir ikkita darslarni qildim. Web emailga kirib xabarlarni ko'rib tekshirib chiqdim. Chunki bu yoqdagi o'qituvchilar agar dars o'zgarish bo'lsa, emaildan xabar berishadi. Ba'zi payt o'qituvchilar mazasi bo'lmay kasal bo'lib qolishsa, onlayn dars o'tishadi Zoom orqali. Havo sovuq bo'lmaganligi uchun o'zimga qulayroq, yengilroq kiyim kiyib oldim. Universitet tomonidan berilgan sumkaga eng narsalarni solish boshlaymiz. Kerakli narsalar, notebook, kitob, daftar, shunga o'xshagan narsalar. Universitet bergan logotipni ham yopishtirib qo'yganman sumkaga. Albatta ko'chaga chiqishdan oldin pul olish kerak. Kaltni olib shu qonimni qulflab chiqdim. Kalt esdan chiqmasligi kerak, chunki har bitta studentda kalti agar esdan chiqsa, xonaga qaytib kira olmaydi. Ko'rib turganingizdek O'zbekiston bayrog'ini olib qo'yganman, bu vatanimni eslatib turish uchun. Germaniyada o'zi Rojdestvo bayrami boshlanib ketgan, shu sababli koridorga shu archani bezatib qo'yishibdi. Biz turadigan joyga universitetimiz adashmasam 500 metr tashkil qiladi. Piyoda 5-10 minut yetib olamiz. Parkovkada mashinalar emas, velosipedlar qo'yilgan. Hamma velosipedda keladi. Bugungi darsimiz leksiyaxonada bo'ladi. Undan keyin amaliyot darsi. Kursdoshlarimiz turli millat vakillaridan iborat. Har xil millat vakillari bor. Lekin 70-80% Hindiston talabalari bo'ladi. Hamma kursdoshlarimiz samimiy ko'rishishadi, har doim kulib turishadi. Siz dars kelganmisiz yoki telefon ko'rish kelganmisiz? Qanday qilasiz? Bu o'zbekistonlik kursdoshim Faxriddin. Toshkentda ham birga o'qiymiz. U narsasini men ko'taraverman desa ham bo'ladi. O'qituvchi keldi, dars boshlandi. Darslar ingliz tilida olib boriladi. Ingliz tilini bilsam, lekin qiynalaman bu fan bo'yicha. Bu yerda dars tugagandan keyin ustozga nisbatan talabalar mana shu harakatni qilishar ekan. Biz darsdan chiqdik, o'rtoqlar. Darsdan chiqishimizga o'sha kun ham o'tib qolibdi. Kech bo'lib qolibdi. Bu narsani targ'ib qilmoqchi emasmiz, lekin Germaniya ko'chalarida bu bayroqni ko'rsangiz ajablanmaysiz. Hozir hammani ishdan qaytish vaqti, lekin ko'chalarda probkalar yo'q. Universitetdan uyga qaytishda boshqa ko'chadan yurdik. U ko'chada Rojdestvo muhitini yaratib, odamlar mazza qilib, yeb-ichib, kulib o'tirishibdi. Biz ham 1 yevroga mana shunaqa narsa oldik, lekin nima bo'lmas ekan, ichi to'la kremni o'zini 1 yevroga yeb, xullas 2 yevro sarfladik, bo'lmadi. Nima bu? Kechqurungi Vaymar shahri juda ham ajoyib ertaga noma qilib bezatilgan. Yotoqxonaga kelishimiz bilan bizni shunaqa musorlar kutib oldi. Bu musorlarni tashqariga, ya'ni musor idishiga tashagani olib tushdik. Qaytishda o'zimizga kerakli narsani oldik do'kondan. Ko'rib turibsizlar, talaba hayoti bir kunlik. Taraga yozib qoldiringlar. Yana nimani ko'rsatishimizni xohlaysizlar? Hammaga sog'lik salomatlik, Germaniyadan hammaga salom.